Bugungi mavzu natural sonlar va ular ustida amallar ekan. Birinchi misol 32.24 bo'lingan 8 ko'paygan 3. Endi 24 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 24 8 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerdan 3 chiqadi. 3 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 9. 32 minusdan 9 teng bo'ladi 23 ga. Keyingisi 48 minusdan 32 bo'lingan 6 ko'paygan 4 minusdan 11 ko'paygan 2. 6 kare 4 24. 24. 11 dan 11 ko'paygan 2 22. Demak, qavs ichi 2 ga teng ekan. 32 dan 2 ga bo'ladigan bo'lsak 16, 48 dan 16 ni ayiramiz. Minusdan 16 teng 32 ga. C javobda berilgan ekan. Xo'sh, bu 3-misol chiqmay qolgan ekanda. 4 ga o'taylik. 38 ko'paygan 9 minusdan 30 ko'paygan 19. Bu yerda 19 lar qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak 19 ko'paygan 38 minusdan 30. Minusdan 8 ko'paygan 13 bo'ladi. 19 ko'paygan 8 minusdan 8 ko'paygan 13. Endi bulardan 8 ni chiqarib oladigan bo'lsak 19 dan 13 ayirsak 6. 8 kare 6 48. A javob bo'ladi.